uyda 2 ta 3 ta boqimanda bitta boqib effektini shundan olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Mana shunaqa fermadan, joyidan. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Vodiy Chorva kanali obunachilari. Bugun 15-iyun 2026-yil Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasida Oztakani fermasidan qoniga 100 talik simental tozalaridan, bo'g'ozlaridan so'raganlarga shunaqasidan 6 bosh bor. Sizlar uchun sotuvda. 100 talik so'raganlarga 3 oylikdan 7 oylikgacha bo'g'oz. Hafta kuniga dushanba ish kuni bo'ldi. Sizlar uchun ushbu videoni chiqaryapmiz. Ishqibozlariga 100 talik so'raganlarga. Bittasi bundan 1 soat avval baraka bo'libdi. Mana shu baraka bo'libdi. Narxini ham aytib qo'yamiz. 56 million so'mga mana shu novvot rang simental 3 oylik bo'g'ozi baraka bo'libdi. Mana bu kattaroq simentalimiz bor, bu 6 oylik atrofida bo'g'oz. Bular hammasi kecha o'ziga qilingan. Yaqin bo'g'ozlar ham bor shunaqa. Parlab olaman yo yakka olaman deganlarga mana dastlabki xizmatlar ham mavjud. Vodiy bo'ylab mutlaqo tekinga muzoro joylariga bo'lsa kelishuv asosida bo'ladi. Mollarni yeb ichishi, sog'lig'i hamma yo'g'iga garantiyasi bilan olasiz. Mana yana bitta xuddi mana sotilganga parlagani mana yana bitta zo'ri bor, shunga o'xshash. Bu novvot rangi edi. Mana bu mana qizg'ishidan. Bu ham 3 oylik bo'g'oz. Uziga qilingan videolari ham turibdi. Kelsanglar ko'rib, garantiyalari bilan olasizlar. Mana o'ta katta pachkalari ham. Vesiga ham 600-700 kilo keladigan simentallar. Даже mana kattaroqlari undan ziyod ham kelishi mumkin. Ferma qilaman deganlarga yokida uyda 2 ta 3 ta boqimanda bitta boqib effektini shundan olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Mana shunaqa fermadan, joyidan garantiyalari bilan olishliginglar. Naryoqda yosh xunajinlar bor. Greenfordda xunajinlari bor. Mana holatini ko'ringlar. Bular yosh 7-8 oylik atrofidagi. Ular hali narxlari ham chiqqani yo'q. Kecha kelgan xunajinlar hozir yeb ichib yuribdi mana zagonda. Bularni ham narxini qo'yib, xudo xolasa chiqaramiz. Hozirda asosiy mana shularni syomkaga kelganmiz. Keyin mana uni aytda ortig'i bor ekan. Lekin buni ziyoni yo'q. Bu yara emas, boshqa emas. Doktorlar ko'rgan. Buni hech qanday ziyoni yo'q. Shu o'ziniki tug'ma. O'zgarmaydi bu deyilyapti. Bu eng yiriki. Mana shu yerda. Ana bunisi ham bor, bu yerga yaqinroq variantida. Bu ham mana lekin toza simental. Enaga o'ta baquvvat degan. Ana shu mollarning holati. Oyoq bu hamma yo'g'ini ko'rib tekshirib olishinglar mumkin. Yaqinda emlangan simentallar. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 55 milliondan tortib 63 milliongacha. Endi ko'ryapsizlar, bu yerda 3 oylik ham, 6 oylik ham, 7 oylik ham bo'g'ozlar bor. Yoshlari ham masalan bittasi 4 kuray bo'lsa, bittasi hali kuray. Mana bu kuray chiqarmagan. Bo'zaytishda turibdi, 3 oylik bo'g'oz deganimiz.
Shunaqalari ham bor. Xullas, holatiga qarab dogovor qilaverasizlar. Mana aytdik, masalan, mana buni 56 millionga baraka bo'ldi. 3 oylik bo'g'oz. Bu ham yosh, hali kurayib chiqargan yo chiqarmagan holatda. Endi bular ham shu qatorda. Endi kami sizda. Xuddi o'shanga mosi mana shu. Buni ham xudo xolasa shunaqa 56 millionlar atrofida narx qo'yilyapti. Shuning uchun biz umumiy qilib aytyapmiz, 55 dan tortib 63 milliongacha. Xudo xolasa ana ularni ham sotuvini e'lon qilamiz. Lekin yaqin o'rtada bo'lsanglar, keladigan bo'lsanglar, bularni ham savdosi bo'laveradi. Lekin haqiqiy zot ishqibozlariga zo'rlarida. Xudo xolasa. O'ta gigantlarida. Onlar mana shu holatda zagonda yuribdi, lekin bu yer issiq ancha. Agar uyga olib borib sal sharoitini qiladigan bo'lsanglar, vashi mollar yana ham yayrab o'zgaradi. Salomat bo'linglar, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Sizlar uchun shu issiqda ham keldik, syomka uchun. Salomat bo'lasizlar, vaqtingizga rozi bo'linglar. Like bosib, tanishlarga uzatib qo'yishni unutmanglar.